Nasiben qo'shilsa kelarsan Shamu Iroqdan. Nasiben qo'shilmasa ketarsan Qoshi Qopoqdan. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun mana nasibimiz qo'shilib No'riz Aqshimini sizlar bilan birga o'tkazayotganligimizdan anayet xushal biz. Bu kechilikda riyosatchilik xizmati yuklanib qoldi endi. Bu riyosatchilikni palonchi o'rindaydi deb qo'yib tushketsak, yana qamlashmaydi. Şunun növbetki numarını e'lon qilishdan burun men bir ishkini kuldirib olay sizlarni. Doktor ishxonasida o'tirsa bir kasal kiribdi-da, kirib. Cho'ng mo'ysib dedimki, "Xo'sh keling, o'tiring, tag'a" deb o'tag'izib, "Nima bo'ldingiz?" desa, "Yutildigan bo'lib qoldim" debdi. Deb doktor qalamini elib, "Bala vaqtlaringizni yutlamdingiz" desa, "Yo'q" degidek. 40 yoshlarga kirgan vaqtlaringizni yutlamdingiz desa, "Yo'q" degidek. 60 kirgan vaqtlaringizni yutlamdingiz desa, "Yo'q" degidek. Qancha yosh kirdingiz desa, 75 yosh kirdim debdi. Unda o'z qachonlik yutilmoqdingiz degidek. Bu jamiyatda endi ajoyib xilma-xil oilalar bo'ldi ekan. Ba'zi bir oilalardan qaranglar, yog'ochchimi chiqdi ekan, sirchimi chiqdi ekan, naqshchimi chiqdi ekan, tomchimi chiqdi ekan, nurg'un kasbchilar chiqib qoldi ekan. Ba'zi bir oilalardan mushlashchimi chiqdi ekan, yonchiqchimi chiqdi ekan, uyg'urmi chiqdi ekan, jalugurmi chiqdi ekan. Bu oilaning odamlari birga kelsa, mayli jim bo'lib ketdi ekan. Ba'zi bir oilalar borki, butun mayliga berkit yog'adigan shunday bir sirli katta oilalar bo'ldi ekan. G'uljining 6 mahallesida shunday bir oila bor. Bu oiladan Tambir-shoyi Nurmuhammad Tursun, Tambirchi Olim Tursun, yana Tambirchi Vesanjon Tursun Qarvoy, Naqshchi Hasanjon Tursun Ahvoy, Shuhrat Tursun, shunday katta tursunlar chiqqanda. Mana bu oilada naqshini hammamiz suyunib anglaydigan bizning talantli, ataqli naqshchimiz Sanavar Tursunmi chiqqan. Bir bola bir palchining oldidan o'tib ketib beribdi, bir palash qiz baqaychi debdi, palash qizibdi-da, ash qizibdi, "Palni mana palni ichiblar. Ukam siz 3 qatim o'lindi ekansiz" debdi bu. Desa bu, "Ha" deb ishida qarab tursa, "3 qatim o'lindi ekansiz, mana lekin 3 qatim o'linib bo'lgandan keyin kechirsiz 10 yildak dard tortib ekansiz. Mana yaxshi chiqdi. 10 yil dard tortib bo'lgandan keyin ajoyib bir martabalarga erishib ketdi ekansiz ukam. Lekin hayotingizning oxirida pichoq yeb o'lib ketgansiz" debdi-da bu palchi. Bu turib pichoq yeb o'lib ketgansiz, ochiq ketib, buni pulni bermay, "Menga" deb ketibdi. Deganda o'tib, 3 qatim o'linib qoldi-da, bu 3 qatim to'y qilib qolibdi. Voy, yiliq palchining degan gap rost chiqib qoldi. 3 qatim to'y qilib qoldim, davasili, paloq buliqli madaniyat inqilobi boshlanib ketiblar, turma kirib ketdi bu. 10 yil turmada yetib. Tova, yiliq palchi 10 yil dard tortsa rost 10 yil tortibdi men madatni deb turmadan chiqiblam, buni xizmati asli kelib, amalda olib qolibdi bu. Voy, tova, yiliq palchini degandek, 3 o'ylandim, 10 yil dard tortdim, men amalda olib qoldim, qaramani gapining rost chiqqani. Bu pichoqda o'lsa degan, endi qanday qilamiz deb paloq buliqli ben to'y qilibdi bu. Xizmatdan chiqiblar pichoqda ketmasin deb uy kirib ketdi bu. Qatti uydan chiqmabdi-da, ayol saytug'osin pichoqdan qo'rqmadi, o'tirgan bo'lib qolibdi bu. To'y to'kanga bormaydi ekan, adam ulashqa yagim bormaydi ekan. Uyda gaz tugab kelsa ayolni chiqirdi ekan, o'zi chiqmay, mush talog'i chiqsa tomning tuvila meni pichoq yeb ketadigan shu deb qo'rqib yuribdi-da bu. Mushtaq yurib, og'rib qilib, doktorxonaga berib, balnist yetib, operatsiya tugab ketibdi. Birovinam shunda yaxshi o'tyapti. Tuyuqsiz harakatga tushib qoldi bu. Kundil mas'ul chiroyda bu, bir kuni ayol telefon qildi, "Ey, moshinaga bir gah qo'ysangiz, Xalmurat, gapingizni anglaydi" deb, bu yana harakatchidigan bo'lib ketibdi deydi. Ma'qul deb atdiganda yakshanba kuni berib, eshikni tak ursam, eshikni shortida ochdi, qo'li rumka turdi buning. "Ey, bu atdiganda bu nima qilsa, bu qo'lingni yana rumka turdi-ku seni. Mush gapni qig'il kelganman sen bu jiningga ekak silib saralab qolmagansan sen" desam, "Voy bo'ldi, jihga qilmay kira, adash kira" deb uyga boshlab o'tog'izib qo'ydi. O'tog'izdi men bundan bir savol so'rab boqay deb, "Ey, sema" deydi. "Ittizni ishlab, optopni o'lay deb ussab kelgan eshakning oldiga bir chelak suv bilan bir chelak aroqni qo'ysang, eshak qaysini ichidi desam, "Suvni ichidi" deydi. "Ey, eshak chig'ida suv ichidi" desam,
Romka qarab ketib, Romkani qo'li qilib, eshaqqa ishni qilmasligimiz uchun qo'shadi. Bizdan qanchalik tarbiya qilib, bizdan gap qilib o'tirsak, bu yig'lab ketdi-da, bu yig'laydi. Ya nimaga yig'laysan? Nima dading va digina, ya ayolingga demapsa? Men yaqin og'ayanga menga demamsa desam, "Adash, sana bir dadim bor dey. Oldi bilan bir savol so'raydi-da" desam, "Mush dunyoda eng baxtli er kim?" deb savol so'raydi. Obama debdi men desam, "Yo'q" dedi bu. U podshoh desam, "Yo'q" deydi, bu desam, "Yo'q" deydi. Topamadim o'zing degina desam, "Jahonda hammadan baxtli er Xo'roz" deydi bu. "Uy, Xo'roz qanday baxtli er?" desam, 40 tak ayoli bor, bir qiynoqsi yo'q. Navbatdagi nomerimizni So'ygiga to'lsin olam, bug'da ata qatorliq naqshlar bilan qalb to'rimizdan o'rnib kelayotgan atoqli naqshchimiz Izzat Ilyosga beramiz.